Farzandim maktabda o'z kasbini topa oladimi? Maktabimda men qoniqmayman masalan. Nima uchun hamma maktabda bir xil bilim berilmaydi demoqchimisiz? Universitetlarga kirolmasak, o'sha kasbimiz bo'yicha ko'tarilib ketishimiz ham mumkin. Ota-ona, o'qituvchi o'rtasidagi integratsiyaning yo'qligi. Ota-onasi stomatologiyani tanlaysan dedi, lekin qiziqishi boshqa yo'nalishda. Chet mamlakatlarga qora ishchini tayyorlab beradigan mamlakat bo'lishimiz kerak emas. Tanlovga qo'yilgan 100 million, 50 million, 70 million maktabni o'ziga berilyapti va o'quvchi ota-onasi bugun pul olib boryapti maktabdan. Bu qaysi zamonda bo'lgan? Assalomu alaykum. Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousi efirda. Farzandim maktabda o'z kasbini topa oladimi? Bugun shu mavzuda gaplashamiz. Biz boshladik. Kasb tanlash ota-ona, o'quvchi, jamiyat, umuman davlat uchun eng muhim masalalardan biri. Albatta, to'g'ri kasb tanlash orqali inson kelajagini belgilaydi. Ham moddiy, ham ma'naviy o'sishiga turtki bo'ladi. Mehnat bozorini o'rganish va shu bilan birgalikda o'zini layoqatidan kelib chiqqan holda kasb tanlash orqali mana shu muvozanatni me'yorda saqlash mumkin. Kasb tanlashda nimalarga ahamiyat berish kerak? Birinchi navbatda o'quvchilarimiz qiziqish va iste'dodlarini inobatga olishlari kerak va chunki qiziqish iste'dodlari o'zini kelajakda kasb orqali ko'p yutuqlarga erishishga mumkin. Shuningdek, kasbiy so'nish oldini ham olishi mumkin. Yana bir masala, keyingi masalamiz ikkinchi o'rinda kasblarni rivojlanishi, ya'ni global texnologiya va tendensiyalar. Hozirgi kunda rivojlanib borayotgan kasblar bor yoki kamayib borayotgan kasblar bor. Hozir bilamizki, rivojlanib borayotgan kasblardan bu sun'iy intellekt, IT, veb dasturlovchi sohalari, shuningdek biotexnologiya va hokazo sohalar. Shuni ham inobatga olish kerak. Keyin daromad manbai, ya'ni daromad manbai ni ham ko'zda tutish kerak. Bu bevosita insonga kelajakda o'zini to'g'rilab olishi yoki hayot nimalarida birinchi bilasiz daromad sanaladi. Hozir umumta'lim maktablarimizda bizda kasb o'rgatishda barcha to'garaklar mavjud. Ya'ni 10 xil demaymiz. Ya'ni maktablarda, umumta'lim maktablarida borsangiz, amaliyotda ko'rasiz. Ushbu to'garaklarda jalb qilishda maktab o'quvchilarimizdan birinchi navbatda so'rovnoma olamiz. Qaysi kasbga moyilligi kuchliroq, qaysi kasbda o'quvchi o'zini topa oladi. Shunga qarab maktab ma'muriyatlari va maktab psixologlari yo'naltiradi o'quvchilarni. Ayni damda esa studiyamizda yoshlarni ko'ryapman. Maktab o'quvchilari, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men 223-maktabning 10-sinf o'quvchisiman. Bizda ingliz tili bo'yicha, kasb-hunar bo'yicha fanlar o'rgatilinadi. Qaysi kasblar o'rgatiladi? Masalan, tikuvchilik. Tikuvchilik. Agar rostdan ham umumta'lim universitetlarga kira olmasak, o'sha kasbimiz bo'yicha ko'tarilib ketishimiz ham mumkin. Oxirgacha chuqurroq o'rganib, kattaroq O'zbekiston taniladigan dizayner bo'lmoqchiman. Demak, mana shu sizni yo'naltirish orqali o'qituvchilaringiz sizni kelajakdagi kasbingizni qaysi ma'noda belgilab berishgan? Yo'q, hammada erkin bo'ladi, chunki o'zini xohishiga qaraladi. Agar xohish bo'lmasa, u yog'i o'rganish qiyinroq hisoblayman. Men o'zi soham arxitektorlikdan tashqari kasb-hunar ham o'rganmoqchiman. Chunki soham deyapsiz, siz hali maktab o'quvchisiz. Mana shu joyga tushunmadim. Nima uchun soham deb gapiryapsiz? Soha deb o'sha tanlab qo'yganman, o'zimga olib qo'yganman. Tanlagan kelajakdagi. Bu niyatingizga yeting, Munisaxon. Endi keyingi yigitimizga mikrofonni uzatasiz. O'zingiz tanishtiring. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Ayubxon. Men ham 223-davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabida tahsil olaman. Tahsil olishimdan tashqari u yerda shuningdek kasb-hunarga ham qiziqqanligim sababli kasb-hunar darslarini ham olaman. U haftasiga 3 soatdan bo'ladi va u men tanlagan kasb-hunar darsi bu IT, ya'ni axborot texnologiyalari. Hozirgi kunda IT ommabop bo'lganligi sababli men bu kasb-hunar to'garagini tanlaganman darslarini va unda yaxshi o'qib kelmoqdaman. Juda ham katta yo'l ochib berishyapti. Mana shu kasblarni tanlash asnosida bolajonlarda qanday natija bo'lyapti? Zamonaviy kasblarni o'rgatish maqsadida tikuvchilik va kompyuter dasturchisi fanlari tashkil qilindi maktabimizda. 9-sinfda bitta savol berib ketay, mana shu yerda nimaga asoslanib aynan mana shu yo'nalishlar tanlandi? Bugun yil 11-sinflarimizning 97 nafar maktabni bitirishadi. Mana shu bitiruvchilarimizning 34 nafarini amaliy imtihon kutyapti. Sababi 22 nafar qizimiz tikuvchilik sertifikatini qo'lga kiritishadi. 11 nafari kompyuter dasturchi. Albatta imtihoni bor. Bu ular uchun hayajonli. Davlat imtihonlariga qo'shimcha ravishda 120 daqiqalik amaliy imtihon tashkil qilinyapti. Monomarkazdan
ekspertlar taklif qilingan, maktabimiz yonida faoliyat ko'rsatayotgan Lobar mas'uliyati cheklangan jamiyat bizdan hamkorlikda. Eng quvonarlisi, maktabimizda zamonaviy moddiy texnika bazamiz rivojlantirilgan. Bugun o'sha Xitoydan keltirilgan mashinalar, tikuv mashinalari, hatto ayrim tikuvchilarimizni o'zlari ham hayron qolishadi. Hatto ularda bo'lmagan mashina bugun maktabimizda tikuvchilik xonasida o'rnatilgan. Studiyamizda yana ikkita o'quvchimiz borlar. Marhamat, o'zingizni tanishtiring, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'ting, marhamat. Mani ismim Nurullayev Izzatulla. 3-maktab 11-klass sinf o'quvchisiman. Bizning maktabimizda juda ham ko'p to'garaklar, kasb, hunar o'rgatish to'garaklari ochilmoqda. Faol yurg'izilayotgan to'garaklardan biri bu qizlar uchun tikish, bichish, to'qish, bolalar uchun texnologiya fani bo'yicha yog'ochlardan mebel yasash hamda til to'garaklari, biznes bo'yicha iqtisodiyot to'garaklari hozirda olib borilmoqda. Siz qaysi to'garakka qatnashasiz? Men qiziqqan to'garagim bu iqtisodiyot to'garagi. Chunki kelajakda O'zbekistonga o'zimni hissamni qo'shmoqchiman iqtisodiyot tomonida. Fanlardan necha bahoga o'qiyapsiz? Fanlardan 5 baho. To'g'ri yo'q? To'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin bu aytmoqchimanki, bejizga bu savol bermadim. Kasb tanlash orqali va kasbni ham o'rganish asnosida siz fanlardan passivlashib ketmagansiz. Unda ham bemalol o'qib, bilimingizni olyapsiz, to'g'rimi? Ya'ni faqatgina kasbga yo'naltirmayapsiz, bilimingizni ham olyapsiz. Kelajakda qaysi kasb egasi bo'lmoqchisiz? Kelajakda o'zim qiziqqan kasb ishlab chiqarish bo'yicha biznesmen, tadbirkor bo'lmoqchisiz. Albatta. Nima deb o'ylaysiz? Maktabingizda hozir mana shu kasb hunarga yo'naltirilganligi orqali siz oliy dargohga kirishingiz ancha yengillashadi deb o'ylaysizmi? Albatta, shu to'garaklarga qatnashsam, kirib ketasiz o'qishga. Kirib ketaman. Rahmat. Bunga juda ham ishonaman. 11-sinflarimizni to'g'ri kasbga yo'naltirish va ularni kelajakda o'z o'rinlarini topa olish darajasini biz to'g'ri baholay olishimiz kerak. O'zim xorijiy tillarga qiziqaman va chet elga ketmoqchiman. Chet mamlakatlarga qora ishchini tayyorlab beradigan mamlakat bo'lishimiz kerak emas. Farzandimni olib borib o'tkazmoqchiman o'sha maktabga. Maktabimda men qoniqmayman masalan. Bu 3 ta shaxs bu farzandning kelajagi uchun eng daxldor. Ayni damda 3-maktab haqida alohida bir fikrlarim bor. Ya'ni prezidentimizni shaxsan o'zlari ham 3-maktabni jamoasini, rahbariyatini alohida e'tirof etganlar. Menimcha siz bu haqda ko'proq ma'lumotga egasiz. Marhamat. 3-maktab o'qituvchisi, 11-sinf rahbariman. Rahbariyatimiz Nigora Gashimova, Saidxo'jayeva ma'lum bir sabablarga ko'ra kela olmadilar. Rahbariyatimiz 2022-yilda prezidentimizning alohida buyruqlari bilan xalq o'qituvchisi unvoniga sazovor bo'ldilar. Maktabimizda 7400 ta o'quvchi tahsil oladi. Shundan 236 tasi bitiruvchilar. Lekin alohida urg'u bermoqchi bo'lganim, maktabimizda 2005-yildan buyon Kichik akademiya kengashi faoliyat yuritadi. Kichik akademiya maktabimiz direktor o'rinbosari Abdullayeva Malika Mahmudjanova tomonidan tashkil etilgan bo'lib, bu kichik akademiya yil davomida 5-sinfdan to 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarni turli yo'nalishlar bo'yicha ilmiy ish ustida ishlashadi va mart-aprel oylarida ilmiy ishlarini o'zlarining ustozlari bilan yoqlashadi. Turli ko'rik tanlovlar o'tkaziladi. Yaqinda 5-sinfdan 11-sinfgacha o'quvchilar sinflar kesimida robototexnika ko'rik tanlovi o'tkazildi. Bunda hamma sinflar faol qatnashib, g'oliblar mukofotlandi. Bu o'quvchilarga mana shu kichik akademiyamiz, men o'ylaymanki, o'quvchilarimizga juda ko'p yordam beryapti o'zlarini kelajakdagi kasblarini tanlashlarida. Juda ham xursandmiz. O'ylaymizki, kelajakda mana shu o'quvchilar o'zlari qiziqqan va dolzarb bo'lgan sohalarni egallash orqali yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shishadi. Biz chet mamlakatlarga qora ishchini tayyorlab beradigan mamlakat bo'lishimiz kerak emas. Mana shunday ilmli yoshlar bizni kelajagimizni belgilab berishadi va bugungi qilinayotgan sa'y-harakatlar o'ylaymizki, kelajakda tez fursatlarda o'zini natijasini beradi. Bizda jamoatchilikda savol bor ekan, marhamat. Ko'p joylarda o'quv bolalar kamayib qolyapti. Yaxshi qattiq o'qishlar bo'layotgan bo'lsa, o'sha maktablarga borib o'qishyapti-da. Mana prezidentimizga baraka topsinlar, hamma yoqqa o'zlarini nima deydi, maktablarga taqsimlaydilar, mana mablag' ajratiladi, bir xil o'qitiladi ta'limda, lekin nimagadir kimlardir o'qishga repetitorlar olib
institutlarga kirishga harakat qiladi. Ba'zi bir maktablarda bor, masalan, Sergelida eshitganman mana shu bitta maktabda rosa maqtashyapti. O'sha maktabga men farzandimni olib borib o'tkazmoqchiman. O'sha maktabga maktabimda men qoniqmayman masalan. Hamma ularda odamlar ko'p. To'lib yotibdi o'quvchilar. O'shanga borib men ham joylashtirgim keladi. Nimaga ularda rahbariyat boshqachami, o'qituvchilar boshqachami, boshqacha tarbiya berishadim. Shu Sergeli maktabiga men ham bermoqchiman bolamni. Men qoniqmayman masalan. Ya'ni asosiy sabab nima uchun hamma maktabda bir xil bilim berilmaydi demoqchimisiz? Ha, boshqalar repetitorlar yuradi. Bularda repetitor bilmay 99% hammasini eshitaman, shu institutga kirib ketishyapti-da. Baraka topsin. Men o'sha maktabga o'g'limni joylashtirmoqchiman o'qishga. Tushunarli. Sizning savolingizni menimcha ekspertlarimiz tushunishda kim javob beradi bularning savollariga? Marhamat. Bersam. Rahmat savol uchun. O'ylaymanki, har bir soha borki, unda tizim bo'lishi kerak. Hozirgi kunda maktablarimizda moddiy texnik baza bilan muammo deyarli qolmadi. Avvalambor maktab rahbariyati o'zini olib borayotgan faoliyatda tizimni yarata olishi kerak. Biz 223-maktab Mirzo Ulug'bek tumanida faoliyat yuritamiz. Maktabimizda 75 nafar o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, bugun 70% birinchi oliy toifali bo'ldi. Sababi avvalo o'qituvchiga moddiy daxldorligi bor. Har doim bolalar o'qimaydi degan savol shunchaki oddiygina beriladigan savoldir. Ammo ustoz yaxshi bo'lsa, ustozda ilm bo'lsa, ustozda salohiyat bo'lsa, albatta siz ham o'sha uchun olib borishni istab qoldingiz. O'sha maktablarning binolarida, o'sha maktab darsliklarida, o'sha maktabda usullarida yoki farqi yo'qdir. Ammo gap albatta salohiyatdadir. Bugun mana 223-maktab xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab sifatida albatta maktab matematikaga ixtisoslashgan bo'lsa-da, biz xorijiy til bo'yicha 3 yildan buyon o'rinlarni berib kelmaymiz. Sababi olinayotgan o'sha tanlovga qo'yilgan 100 million, 50 million, 70 million maktabni o'ziga berilyapti. O'sha mablag'ning 50%ni o'qituvchi va o'quvchi ota-onasi bugun pul olib boryapti maktabdan. Bu qaysi zamonda bo'lgan? Mana hozir o'sha siz yoningizda yana bir o'quvchim turibdi, Zafarbek, 2 yildan buyon shu tanlovda ishtirok etadi, 7-sinfda 7 IELTS darajasini oldi. U 2 yildan buyon ota-onasiga pul olib boryapti. Bu o'ylaymanki, avvalambor tizimning yaxshiligi va o'qituvchining salohiyati. Agar o'qituvchi yaxshi bo'lsa, biz dunyoning xohlagan bir mamlakatiga farzandimizni olib boramiz. Chunki bugun yashayotganimizning mazmuni farzandimiz. Shuning uchun o'ylaymanki, eng avvalo maktab rahbari sifatida tizimni yaxshilash uchun maktabda o'qituvchining salohiyatini yaxshilash kerak. O'qituvchining salohiyati yaxshi bo'lsa, albatta qaysi bir zamonning bo'lsa ham bolasi ergashadi o'qituvchi. To'ppa-to'g'ri. Ayniqsa o'sha maktabgacha ta'lim muassasasida ham farzandini bog'chaga berayotganda qaysi tarbiyachi yaxshi, qaysi tarbiyachi yaxshi bilim beradi, qaysi yaxshi tarbiyachi yaxshi tarbiya beradi deb bog'chani inobatga olishmaydi. Aynan tarbiyachi uchun bolalarini maktabgacha ta'lim muassasasiga berayotganlar bor. Gulruh Rajapova, siz tadbirkorsiz, juda ham faolsiz va sizni fikrlaringiz doim o'tkir. Men sizga bir savol bermoqchiman, ya'ni bizni yutuqlarimiz o'zimizniki. Lekin shu bilan birgalikda sohada shuncha ishlar amalga oshirilishiga qaramasdan kamchiliklari ham bordir. Buni atrofdagilar ko'proq payqaydi. Sizning fikringizcha bugun sohada qaysi kamchiliklar bor va ularni to'ldirish uchun nima qilish kerak? Dolzarb mavzuni ko'p ko'tardik. Yuqorida aytib o'tilgan gaplarni eshitib turib, o'z fikrimni ham bayon etishga harakat qilaman. O'qituvchimizlar juda ham yaxshi fikrlarni bildirdilar. Haqiqatan olib borayotgan islohotlar prezidentimiz tomonidan belgilanayotgan va qilinayotgan ishlar yetarli darajada. Bizni o'zimiz, ya'ni ota-ona, o'qituvchi va maktab direktorlar o'rtasidagi integratsiyaning yo'qligi hozir eng katta muammolardan biri shu. Chunki biz o'qituvchiga ham yuklatib qo'yishimiz bu noto'g'ri narsa. Chunki hamma narsa avvalo oiladan boshlanadi. Oilaviy muhitdagi siyosatdan boshlanadi. Oilaviy muhitdan chiqib kelayotgan farzand nima qiladi? Maktabda ta'lim olish uchun keladi. Ta'lim olish uchun kirib kelayotgan farzand ongida bilim olish va o'zini kelajakda qaysi joyda ko'rishligini o'zi anglab olish kerak har bittasi. Ya'ni bu orada, ya'ni psixologlar bilan ishlash va albatta maktab direktorlarining tizimli yondashuviga bog'liq. Chunki integratsiya bo'lmagan joyda rivojlanish bo'lmaydi. Chunki ota-ona, o'qituvchi va maktab rahbariyati mana shu 3 ta yo'nalishdagi insonlar birlashadigan bo'lsa, albatta biz juda ham yaxshi keng ko'lamli ishlarni farzandlarimiz uchun yaratib bera olamiz. Siz bilan men sezmagan holatda har bir farzandimizda ichidan o'tadigan ichki kechirmalari bor. Ya'ni ular o'zini birinchi o'rinda ilhomlantiradi.
ilhomlantirgandan keyin harakatlar sistemasiga o'tadi. Undan keyin u уже tanlovni qabul qiladi. Tanlovdan keyin uni qilingan qadamlari boshlanadi va qadamdan shakllanib bo'lganda yetuk mutaxassisni biz ko'z oldimizga tasavvur qilishimiz kerak bo'ladi. O'zim ham ikkita farzand onasiman. Hozir aktual tema, ya'ni o'sha 11-sinflarimizni to'g'ri kasbga yo'naltirish va ularni kelajakda o'z o'rinlarini topa olish darajasini biz to'g'ri baholay olishimiz kerak. Har bir universitet rektorlar, har bir universitet ma'muriyati o'zlarini unikal deymiz, ya'ni noodatiy takliflari bilan har bir o'quvchi uchun jozibador takliflarni kiritishyapti. Marketolog sifatida va o'zimni sohamda ancha bizneslarni yo'lga qo'ygan strateg sifatida aytadigan bo'lsam, avvalo maktablardagi maktab ma'muriyatlarini ideologiyasini ular to'g'ri qabul qila olish kerak. Ya'ni har bir maktab unikalniy bo'lishi kerak. Ya'ni noodatiy maktabda bola ta'lim olish. Hozir mana savol berib o'tdilar, ya'ni ong ostida bolalarini o'sha maktabga olib borish anaqasi. Ya'ni bular o'sha xayollarida o'sha farzandim shu maktabda o'qisagina yaxshi salohiyatli kadr yoki bo'lmasa kerakli kadr ertaga mani boqadigan bir yaxshi anaqa farzand bo'lib yetishadi degan ong ostida harakatlanish bor. Ong ostini qo'zg'atish ham bu o'sha maktab rahbariyatlariga juda ham ko'p taraflama bog'liq. Birinchi o'rinda o'sha belgilanayotgan har bir o'quvchi uchun marketing planlarini ham tushuntirib o'tish kerak. Ya'ni har bir maktabni o'zini marketing strategiyasi bo'lishi kerak. Rahmat sizga. Vasiyvar opa, psixolog sifatida bugungi kunda o'quvchilarni kasbga yo'naltirish qay darajada to'g'ri va mana shu kasbga yo'naltirish orqali biz ularni kelajagini, daromadini, ma'naviy o'sishini belgilab bera olamizmi? Fikrlarga qo'shilgan holda men aytamanki, bu juda kerak va dolzarb masala hisoblanadi. Chunki bu farzandlarimizning kelajagi. Qobiliyatsiz farzand bola yo'q deyiladi psixologlar. Hammamizda qobiliyat bor. Ayniqsa bizni o'sha kichik farzandlarimizni to'g'ri yo'lga boshlashda birinchi oilani o'rni katta. Ota-onalar shu farzandlarini hali ular kichkina 6-7 yosh, ular hali hayot to'g'risidagi fikrlari sayoz, bilishmaydi. Shuning uchun eng asosiy vazifa, mas'uliyat ota-onada turadi va ota-ona farzandini nimaga qiziqayotganligini yoshligidan anglashi kerak. Yoshligidan ularga jiddiyroq munosabatda, ularga haligi diqqat e'tiborli bo'lish kerak va shundagina ular farzandlarini to'g'ri yo'lga kirgizishga katta bir fundament, poydevor yaratishadi va undan keyingi mas'uliyat bu pedagogda yotadi. Biz bilamizki, ba'zi bir ko'zga ko'ringan jamiyatda o'zini o'rnini topgan olimlar, bir yuqori lavozimda ishlaydigan insonlardan so'rasangiz yoki adabiyotshunosmi, matematikmi, ximikmi bo'lsa so'rasangiz, maktabda o'qituvchimga qiziqqanman, adabiyot o'qituvchim shunaqa chiroyli dars o'tardilar, shundan keyin havas qilganman deyishadi. Demak, bundan ma'lumki, ota-ona yo'naltirgandan keyin endi u yog'i maktab. Maktabda pedagoglarning mas'uliyati katta. Ular o'sha bolalarni yo'naltirishda juda katta mas'uliyatni his qilish kerak va o'zlarining darslarini shunaqa chiroyli bir san'at bilan o'tishlari kerakki, mayli u o'sha matematika bo'lsinmi, tarix bo'lsinmi, boshqa fan bo'lsinmi, shunaqa chiroyli o'tishlari kerakki, o'sha bolalar o'sha darsga mahliyo bo'lsin. Ota-onalar bu yaxshilik bo'lishini xohlaydi farzandlariga, kelajagini bir kasbga egallab, o'sha kasb orqali o'zini hayotini olib borishni xohlaydi, lekin ba'zi birda o'sha ota-onalar ham sal xato qilib qo'yishadi. Shuning uchun men ota-onalarga bir taklifim bor edi, farzandlaringlarni qiziqishlarini inobatga olinglar. Birinchi o'rinda o'quvchini qabul qildi. 1-sinfdan qabul qilgandan keyin 11-sinfgacha bo'ladigan jarayon. Bir insonni shakllantirib boramiz biz. Mana shu shakllanish jarayonida zamonaviy tendensiyalarga mos kelajakni ko'ra oladigan va kelajakda eng yuqori daromadga ega bo'la oladigan kasb hunarlar haqida bizda ko'proq nazariy bo'lib qolamizda, amaliyotimiz kamroq. Mana shu amaliyot, ya'ni tadbirkorlar bilan uchrashuv, mana shu o'quvchimiz ham hozir tadbirkorlik hissi borligini aytib o'tdilar. Mana shu joyda biz nima qilishimiz kerak? O'sha tadbirkorlar bilan bularning o'rtasidagi bir uzviy ko'prik vazifasida maktab bo'lishi kerak. Har bir kasb yo'nalishida masalan har xil to'garaklar bor deyildi. Mana shu to'garaklarning ichida ham integratsiya bo'lishi kerak. Ya'ni tikuvchilikni o'rgangandan keyin bu kasbni qayergadir buni isloh qilish kerak va har bir yosh bu narsani o'sha o'tkazilayotgan o'zini vaqtini, resursini o'tkazyaptimi, o'sha vaqt
jarayoni shuni pulga aylantirish liniyasini ham yo'lga qo'yish kerak. Shu o'rinda Sevara opa, men ustozlarga bitta savol bilan murojaat qilmoqchiman. O'quvchilar bilan maktab psixologi doim ham suhbat olib boradimi aynan o'sha kasbga yo'naltirish borasida? Marhamat. O'sha kasbga yo'naltirish bo'yicha maktab psixologlarida 5-sinfdan to 8-sinfgacha profnavigator.uz sayti bor. O'sha sayt orqali so'rovnoma olinadi. So'rovnomalar natijasi o'laroq o'sha kasbga qarab yo'naltiriladi. Ya'ni qanday? Misol uchun o'sha kasb namoyandalari bilan uchrashuvlar o'tkaziladi maktablarda, umumta'lim maktablarda chaqirtirilib, yaqindan o'sha kasb egallab turgan lavozimdagi rahbarlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda o'sha kasbning qiyinchiliklari qanday amalga oshiriladi, hammasini yaqindan tanishadi. Mana Shahnozaxon borlar, siz ham o'quvchisiz, Shahnoza? Nechinchi sinfda o'qiysiz? Qaysi maktabda? 32 umumta'lim maktabida Nurafshon shahrida. Va bugungi kunda erishgan natijalaringiz bormi fandan yoki bo'lmasam kasb o'rganish orqali? Albatta xorijiy tillarga qiziqaman va ikkita xorijiy tildan sertifikatim bor. Qaysi? Koreys tili topik 2 va ingliz tilidan B2. Juda ham zo'r, qoyil, ofaring. Kelajakda qaysi soha egasi bo'lmoqchisiz? Biznes menejmentlik yo'nalishiga o'qishga kirmoqchiman, albatta chet elga. Shuning uchun o'zim xorijiy tillarga qiziqaman va chet elga ketmoqchiman. Xo'p, ota-onangiz tanlab berganmi bu kasbni yoki o'zingiz qiziqasizmi? Yoshligimdan qiziqqanim uchun. Albatta ota-onam keyin qiziqishimga qarab shu kasb tanlaysanmi deganlarda ha deganman. Hozir bu yerda onangiz ham o'tiribdilar, Nargiz opa. Farzandlaringiz bilan suhbatlashib turar ekansiz, demak, qaysi kasbga yo'naltirish, qanaqa qiziqishlari, iste'dodi, layoqati bor. Albatta, bolalarning layoqatini ro'yobga chiqarishda ota-onaning roli juda ham muhim. Buni juda ham yaxshi bilasiz. Stomatologiya o'quv markazlarida bo'ldim. U yerda ko'plab o'quvchilar meni hayron qoldirgani, otasi, bobosiga havas qilib, ota-onasi shu stomatologiyani tanlaysan dedi. Lekin ularni umuman qiziqishi boshqa yo'nalishda. Shunchaki kelib ketaman. Meni hayron qoldirdi shular. Hozir ham pul topish bo'yicha yangi yo'nalishlar ochilyapti. Mana shu sohani tanlaysan, yaxshi pul topasan deb ota-onalar farzandlarini o'zini qiziqishlariga qaramasdan shu yo'nalishlarda o'qitib harakat qilishyapti, lekin ularda xohish yo'q. O'zimda ham xuddi shu narsa jarayon kechgani uchun farzandlarim 3 yoshidan e'tibor berganman. Avvalambor bularning qiziqishiga, Shahnozani qiziqishi yoshligidan Lego olib berganlik yoshda men hayratlanarli darajada shunaqangi uylar qurgan. Qarasam tillarga qiziqqan, ingliz tilidan yaxshi ustoz tanlaganman. Avvalambor mana boyaginda gapirib o'tdilar, savol bo'ldi, yaxshi maktab tanladim deb. Aslida yaxshi maktab tanlash kerak emas, ota-ona yaxshi ustoz tanlashga harakat qilish kerak. Hozir meni qizim Sergelida avval o'qigan bo'lsak ham, Nurafshon shahriga ko'chib o'tganmiz, oddiy maktabga yoki ustozga taalluqli emas. Bu avvalambor oiladan shakllanadi. Farzandlarim mana shu oddiy maktabga borsa ham, ana shu yerda erishdi shu natijalarga qizim. Yonida doim qo'llab-quvvatlab, qiziqishiga qarasam, YouTube'lardan koreys tili, ingliz tilini o'rgandi, o'quv markaziga berdim. Qo'shimcha tayyorlov ham kerak. Ularimiz ushbu sizni fikringizga qanday munosabat bildirishar ekan? Nima deb o'ylaysizlar? Maktabdagi ta'lim oliy dargohga kirish uchun yetarli emasmi? Albatta yetarli. Hozir aytganimdek, ota-ona bilan suhbatda bir kun so'radim, farzandingiz darsdan keyin qo'shimchalarga boradimi? Boradi. Qancha mablag' ajratgansiz? 500 ming dedilar. Siz bilasizmi, maktabda bolangiz ingliz tilidan 3-4 bahoda o'qiydi dedim. Siz hozir uni qiziqishlarini yuqorida psixologimizning gaplarini qo'llab aytmoqchi edimki, ota-onaning o'zlarini hali xabarlari yo'q, bolalari o'sha fanga qiziqadimi, yo'qmi? Ingliz tilini hamma o'qiyapti-da, sen ham o'qishing kerak, sen ham borishing kerak deb o'sha oilani 500 ming mablag'ni ajratyaptilar, lekin o'sha bolada yuqorida aytganimizdek shu fanda qiziqish bormi? Yo'q, san'atga qiziqadi bolamiz. Lekin uni biz ingliz tiliga olib boramiz, mablag' ajratyapmiz, topamiz, ertaga farzandimiz uchun beryapmiz. Lekin agar nazar solsak, har yili oliy ta'lim dargohlariga 3 ta fandan majburiy imtihonlar bo'ladi. O'sha majburiy imtihonlarni savollari bilan qiziqib so'raganman. Talaba bo'lgan o'quvchilarimdan so'raganman, qaysi fandan tushdi? Ustoz 3 ta fandan faqat darslikli mavzulari tushdi. Darslikli mavzularni o'qishimiz kerak ekan. Matematikadan bo'ladigan bo'lsa, albatta biz kelajakda o'zimizni kelajagimizni ko'rishimiz uchun matematikani mukammal mutaxassis bo'lishimiz uchun qo'shimcha o'qishimiz kerak ekan. Lekin ustoz aslida maktabdagi mana shu muhim
fanlarni yaxshi o'qisak davlat imtihonlarida shundan savol tushar ekan deyishdi. Bu yil bitiruvchilarimizni mana birinchi kursni bitiryapti. Shu o'quvchimizni akasi hozir el yurt umidi jamg'armasi bilan Angliyada tahsil olyapti, grantga kirdi. Maktabda yaxshi o'qigan va maktabni bitirish arafasida undan oshiq chet el oliygohlarini talabasi bo'lgan. Bugun u Angliyada tahsil olyapti. Men maktab rahbari sifatida, o'zim ustoz sifatida o'ylaymanki, o'sha psixologlarimiz gaplariga to'g'ri qo'shilib, o'sha integratsiya deganiz bo'lish kerak. Bu 3 ta shaxs bu farzandning kelajagi uchun eng daxldor. Yoshlar esa bizni kelajagimiz, ularni layoqatidan kelib chiqqan holda to'g'ri yo'nalish va to'g'ri kasb tanlashida ota-ona va ustozlarning o'rni beqiyos. O'ylaymizki, kelajakda farzandingizni o'zini topishida o'zingizni munosib hissangizni qo'shasiz. Doimo ularni qilayotgan harakatlari va bajarayotgan ishlariga e'tiborli bo'lsakgina mana shu belgini topa olamiz. Qolaversa, ular to'g'ri kasbni tanlash orqali kelajakda mana shu kasbni rivojlantirishadi. O'zlari ham rivojlanadilar va katta yutuqlarga erishadi. Barcha ekspertlarimizga rahmat. Bugunchalik Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousi o'z nihoyasiga yetdi. Sevimlida ko'rishguncha xayr.